Qo'ya qarang, hozir ishning bahosini arzonroq aytsangiz, telefon uradilar-da. Shunda videoni chiqarishimizdan bir sabab, maqsad bo'lishi kerak-da. Shunda hozir bir o'tgan safar 170 deb chiqartirdik. Hozir endi shuni 165 deb chiqarsak ketadi. Bo'ladimi shunda desak? Ketadi. Bir nominal 4600 ming so'm. Qora Midnight 25-yil. Shunda chiqaramiz, to'g'rimi? Havo. Zapsat. Bamzaps. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Biz bugun Urganch shahrida joylashgan Yakub avtosaloniga keldik. Bu avtosalonni 10 kun burun adashmasam chiqarib edik. Yakub ham xullas odlarni chiqarib berib, biroz sattiz o'xshaydi. Ha, girib Instagramdan girib ko'rsalar ko'radilar. O'zingiz profilingizda. Havo. Atmetga qo'yaman, kollaboratsiya etamiz. Profilni o'tinglar, qiziqaverasizlar. Qaranglar do'stlar, qora Midnight so'raganlar uchun 165 million so'm doğru adlarınıza shot spravka avtosalonida chapazlardan shuni chiqadi. Bir nomer oladi. Havo. Yarim saat xudo xolasa bitadi. O'tgan safar choy ichib istoriyalardan aytdim. Toshkentni solishtirib turibsizlar do'stlar. Toshkentda 13500 dollar ina ishi. Midnight 165 million so'm. Ina masalan Xorazmdan Toshkentga borinchalaringiz ketadigan rasxodlaringizni hisoblaysizlar. Bu yerni ko'rasiz. Benzin, yana radar ochadi. Probeg uradi. 0 va 3 kilometr, 3 kilometr. 3 kilometr yuribdi. 3 kilometr. Yetmay namozga durib berish variant bormi? Bor, bu variantlarni ustida gaplashamiz lekin. Narx bo'lsa 165 ketdi bu, tamam. Bir nomer oladi. 4 Havo, bir nomer oladi. Ketdi. Xolasa 160 ham beraman, o'zim adıma chiqib turibdi. Yine tayyor. Unda lekin 2 nomer oladi. 2 nomer oladi. Farqi yo'q, qaysini olaman desa beraveramiz. Do'stlar, manzilni tushuntiramiz, keyin qolgan mashinalarni ham ko'rsatib beramiz. Mana do'stlar, adresni tushuntiradigan bo'lsak, bu avtosalonni bilan tarafimiz Yurak Banisa tarafdan kelaverishda, aeroportga qarab ketaverish. Sanjar to'yxona yonida svetofor yetmay, o'ng tarafda bo'ladi. Ishizdanning arqa tarafi bog'i ham to'yxonasi bo'ladi. Yana do'stlar, avto. Mashinamiz 24-yilda ishlab chiqarilgan, 40 ming yurgan, metani bor, kraskasi yo'q, zavoddan ichgan bo'lsa shunday. Narxi 150 million. 150 million so'm tayyorni olib ketaveradi. Tayyor havo. 22-yil 52 ming yurgan propani bor, bosh balonlari bor, bahasi 133 million. 22 chokorang. 133 million so'm. 10-12 million bilan kredit ham chiqadi, hamma ishi bitadi. Xolos. Gap yo'q. 23-yilda ishlab chiqarilgan, 3 ming yurgan, shuni o'ylanib ko'ring, 3 ming yurgan benzinda bahasi 146 million. Kraskasi yo'q. Benzinda mashinamiz. To'g'ri natarsa tayyor oldi sotib. Havo, tayyor. Kraska kredit 23-yil. Yetdi. Yo'q. Midnight so'raganlar uchun tayyor variantini yoqib qo'yap. Bir necha so'm? 25-yilda ishlab chiqarilgan, metani bor, bo'sh Nexon balonlari bor. Tonirovkasi ruxsat ham 5-6 oy. Necha yurgan? Kraskasi yo'q. 22 ming yurgan. 22. Ham rodnoy. Rodnoy havo. Necha so'm? Tekshirtirib olardi. 160 million bo'lsa beramiz mashinamizni. O'zi bu bundan qaraganda avtosalondagi tan narxi 155 million so'm. 155 ming 300 cha. Keyin buni shuncha vajam surtilgan, ya'ni navoroti bor, 160 million so'm. 160 million. Taqalado'rmi? Havo, bo'lishi. Yetdi. Keyingisi bilan tanishamiz. Ko'ri Cobalt bo'lib ketdi, Gentra yo'qmi deganlar uchun emaslar. Tayyor varianti 20-yil ba'da. 20-yil havo. 22 emas. 20. Pulti bor, amerikankasi, optrasi, yumshoq baloni, lyuk, kraska yo'q. Bu fulli xullas. Fulli havo, fulli. Necha yurgan? 140 ming yurgan. Puli 138 million. Gelishiladi. Jalishiladi. Ustunda. Havo. Yana do'stlar, ko'rib turgan xohlagan mashinalaringizni kelib turib ustida savdolashmasanizlar bo'ladi. Eng asosiysi, agarda naqd pul sharoitlaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, 1 oy, 2 oy shunday pul mindirmay holda dursa bo'ladi, to'g'rimi? Xudo xolasa. Agar kredit ataman desa, bunday variantlar ham bor. Barter ham bor, shuning xullas odlaringizga shot spravka yoziladigan variantlar ham bor. Avtosalonning manzili ma'lum, nomerlari ekranda bo'ladi. Videosini o'zini nomerlari bilan profildan qo'yaman, bemalol o'tib qiziqaverasizlar. Podpiska bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa arzon beramiz. Podpiska ko'paygandan keyin bir podarkalarni tarqataverasizlar. Tarqataveramiz, farqi yo'q. Joning sog' bo'lsin. Rahmat. Yetdi. Hammaga rahmat. Kelaverasizlar.